Assalomu alaykum hammaga. Hozir soat 3:30 bo'ldi. Men bu videoni chiqarishim kerak. Men bu temani ko'tarishim kerak. Hozirdagi bo'layotgan aktual problema temasi bu tradingdagi razgon. Voqeani aytib beraman. 22 yoshli Sardor aka treker mashinasini sotib, razgonga pul tikkanlar. Boshida yaxshi foyda bo'lgan, 3000, 4000 ota-onasini xursand qilgan, uyga ro'zg'or. Keyin u pullari slif bo'lgan. Bitta akani yoniga borib 173 ming dollar investitsiya olganlar, bonusli raspiskalar bilan. Uni ham slif qilib yuborib, o'sha qamaldilar. Oilada bitta o'g'il. Ota-ona uyini sotib qarzini to'la olmayapti. Menga bugun yozishdi. Yordam berib yuboring deb. Endi u nevajno. Razgon temasiga keladigan bo'lsak, hozirda qatga qaramasangiz, FX, stol FX, korobka FX, zanaveska FX, kravat FX, bu hamma yoqda FX bo'lib yotibdi. Odamlar realni shu narsaga ishonyapti. Birinchi o'zimizning sodda xalqimiz. Chunki nimaga? To'g'ri, qiyin paytlarda yashayapmiz. Bizga hozir tez pul kerak. Tez pul kerak, to'g'rimi? Nimaga razgon o'zi temasi chiqdi? Chunki O'zbekiston xalqimizda unaqa katta pul tiqish imkoniyati yo'q. 100 ming dollar tradingga solib, 30% passivniy oyiga dohod. Unaqa narsa emas. 1000 dollar tikatdi. Sizlar razgonda qanaqa strategiyani gapiryapsizlar? Menga aytinglar. Mana hozir juda ko'pchilik odam yomonlaydi. Kimdir yonini oladi, mana buni qara, trading razgonda mashincha pul qildi, omadinglarni bersin, молодцы. Просто omadinglar kelib qolgan razgonda, to'g'rimi? To'g'ri, o'zingizlar tushunib turibsizlar shu narsani. Omadinglar kelgan, soqqa qilib olgansizlar. O'sha pulni topsanglar bir kunlik xursandchilik bo'ladi. Agarda kattaroq summa yo'qotsanglar, 5 oylik depressiyada yurasizlar. 2022-yil men ham trading qilishni boshlaganman. Mani ustozim bo'lgan. Haligacha ham ustoz deb bilaman. Akam deb bilaman. 2022-yil Dubayga borganman yo'llariga. Aka, nima qilishim kerak? Qayerdan pul topsam bo'ladi? Ukam, puling bo'lsa Nvidia aksiyasini sotib olgin deganlar. 2022-yil. Mana narxi. 2025-yilda men shu odamga rahmatimni aytmoqchiman. 20 ming dollar onamning shotlariga, onamning nomlariga shot ochganman. 20 ming dollar pul tikib aksiyaga. Mana. Bu